Ko'rib turgan elida 972 gollarimizni Vesetakda. Bu yerda 16 ta sovg'a beradi assalom. Oldingi sezon Rossiya ko'p samset bergan. Bu sezon ham bo'lsa kerak menimcha. Ha, berdi. 19 mingta bo'ldi. Mana shu dozda. Rankapni ham shunaqa berib olamiz. O'yinchilarning to'lib ketgan bo'lsa kerak. Rankapim oxirgi marta 1200 edi. Qani nechta bo'lgan ekan? 1888. Buni tugatib oldik. Endi ravni igradan olamiz. 87 ta gollarimiz ham bu. 17 ta g'alaba. Bu yerdan ham 16 so'g'aldan olamiz. O'tdan 28 mingta bo'lar ekan samsetimiz uni. Rankapimiz 2488 ta bo'lar ekan. Qani olamiz hamma. Bir qancha opin paklar qilamiz bugun. Sizga kimlar tushdi? Albatta kommentariyaga yozib keting. To'rtta sovg'amiz qoldi. Hozir ochib olaylik. Va bo'ldi, tugadi. Hozir. Ozgina og'zini pasaytirib. Shu yetadi. Hozircha olmosimiz 28 mingta bo'ldi. Endi menejer moddan olsak ko'payadi. Menejer moddan 43 ta yutimiz, 196 ta golimiz. Yaxshi. Qani bu yerdan olsa nechta bo'lar ekan samsetimiz? 39 mingta, yaxshi. Rankap 3 mingta. Zo'r. Bugun adashmasam top duos bilan yangi chiqqan Chempionlar Ligasining pak bo'ldi. Boshqa pak yo'q. Oshiyoni ochib, open pak qilamiz, keyin to'liq nimalar kelganini ko'rsataman. Va bo'ldik. Qani ko'stinmi kelgan ekan? O'ynaladigan 5 mingta samosatli kelibdi, keyin kullimi bu? Ha, kulli ekan. Bu nechta match ekan? 10 ta ekan oldingi sezonga o'xshab. Liga kirib, boshida rafa olamiz endi. Rafa oldik. Kulliga kiraylik, nima beryapti ekan? Pak
5 yurdi. 110. Kimlar chiqibdi? Garxar. Yaxshi o'yinchi. 3 ga 5 oyoq. 130 skorost, 92 dart, 106 pas, 119 dribling, 1 оборона, 139 fizический. Yaxshi, talentlari ham yaxshi ekan. Keyingi o'yinchi Azar. Men buni 115 kartasini o'ynatganman. Shunaqa zo'r o'ynaydi. Tezligi 2 dan oshib ketadi. Yaxshi o'yinchi, maslahat beraman. Keyingi o'yinchimiz Lumberg. Yo, bu FK Mobile'ga ko'p chiqmaydi bu karta. Lekin Lumberg kartalar. Statistika yaxshi, yomon emas. 4 ga 5 oyoq. Keyingisi Kimmich. 128 skorost, 112 udar, 138 pas, 132 dribling. Buni anaqa. Talentlari ko'p. Yaxshi o'yinchilar. 39 mingta samosetimiz bor. Top do'stini chiqqan edi. Va Gabriel Batistuta, buni PES o'ynaydiganlar tushunadi, futbol. Любой varataga gol urib ketadigan futbolchilar. Talanti ham bor. Moshniy udar. Dalniy udar. 360 ham qila oladi. Yaxshi, keyingisi Fernando Hierro, Real Madrid afsonalaridan bittasi. Moshniy bezdi головой degan anaqasi ham bor. Talant. Yaxshi. 1 оборона. Zo'r. Rui Costa, Milan afsonalaridan bu ham. Lekin FK Mobile'da yaxshi o'ynamaydi. O'zim o'ynatganman buni. Keyingisi Casillas. Albatta FK Mobile'da eng zo'r varatalardan bittasi. Statistikasidan bilsanglar ham bo'ladi. Bu yerda 115 lar yıldız ham chiqdi. Bu yerda har doimgidek Close Bajol. Qani bo'lmasa draftlarimizdan olamiz. Обменный ligada Mukmanaman chiqdi 115, 40 mingtaga. Yaxshi, endi boshlaganlar olishi maslahat beraman. Yaxshi o'yinchi. Chempionda 1,5 minut yetmayapti bitta draftga. Mayli. Harangda Zvezdin abonent. Aytgancha Meksika chiqibdi. Besplatini ochib olamiz. Samoset berdi bu yerda. Bu yerda 10 ta draft olamiz. Qolgan 3 tasini bu yerda olamiz. 14 ta draftga pak qilamiz. Bugün pak qilamiz buni. Qaniyamiz kirdik. 10 ta buni ochamiz, 4 ta do'p do'z ochamiz. Namoyishlik. Yurmadi, ikkinchisi. Bu ham yurmadi. Champions Ligani ochaylik chiqan. Bayon tushdi. Yana bitta prizon bo'lsa kerak. Prizon bor. Yana bitta 112 prizon bor. 112. Yana bitta ochamiz. Yana shunaqa. Yaxshi tushmayapti bor. Mana. Top ochaylik chiqadi. Yurib ketarmidi? Yurdi. Braziliya. Toba. Betis. Antoni. 113 Antoni. Yaxshi, faqat reytingi sal pastroq chiqdi.
Mayli, zo'r. Chempionlar Ligasiga qaytamiz. Tushgan o'yinchi tushdi. U ancha yurdi, 60 yurdi. 1.15. Nigeriya. O'zbekiston. Mas Ulukon. O'zbekistonda bo'ladimi? O'zi bambu pakda yo'q ekan. Bitta ochamiz. Yana tushgan tushdi. Endi top 4 ochamiz. Endi bitta bundan. Bundan. Yaxshi yurdi. Italiya o'zi Kalafori 113. Yaxshi. Endi top 4 ochamiz. Yurmadi. Ko'rib turganinglardek hech kim tushmadi. Bitta 115 Lukondan tashqari. Hamma kiramiz. O'sha kiramiz. 215 ta bo'ldi. 300 ta qolib bitta normalniy 116 bo'lsa, varata. Bu odam bilan kiramiz. Hamma berardim. Endi yengil chiqqan saviyani ko'raylik. Основная glava 1, glava 2 chiqibdi. Bundan shunaqa jitorli evaziga shuni ocha olasizlar. Aroho. Yaxshi o'yinchi. Lekin bir xillarda parod qilib qo'yadi Efkon Valdi. Amardashvili kamyob chiqadigan karta, lekin statistikasi vashchi zo'r. Galabriga o'tamiz. Uzun chiqdi. Ko'rib turganinglardek, Chempionlar Ligasining 1-4 finali, 1-8 finali. Real Madrid Bavariya, PSG Liverpool bilan, Barça Atletico bilan va yonadi bu o'yinlar. Sporting Arsenal. Sporting ham oxirgi paytda vashchi zo'r o'ynayapti lekin. O'yindan jeton berar ekan. Bu match o'ynasanglar hali ochilmagan ekan. 19 soatdan keyin ochilar ekan. O'zan 4,5 mingta jetonga uchrovdan bittasini tanlab olasizlar. Men bu odam Chouameni maslahat bergan bo'lardim. Yaxshi o'yinchi. Bitta taraf olasizlar bundan 400 jeton, 100 ta samasi. Bu yerdan ham jeton olar ekansizlar, mana bunaqa narsa olar ekansiz. Mashinasiga bu yerdan draf olar ekansizlar. Draf masaga. Glaviki kiraylik. Bu yerda faqat matchli ekan. Birinchi nedelik. Faqat jeton bersa kerak chiqdi. Faqat jeton. Oxirida 100 ta. Yaxshi. Bari bir zerletiga 116 berar ekan.
Sezonni oxirigacha bersa kerak menimcha. Meksika chiqdi, qani ko'raylik. Meksika. Bu yerda keyinroq topamiz qaysi o'yinchiligini. Meksika. Xuddi animga o'xshab chiqdi. Yaponiya birinchi chiqdi-ku, oldin o'shanga o'xshab. Emas. Burada sozan A bo'lish kerak. To'g'ri. Qilamiz. Bu yerda tavakkal qilamiz. Bilamakina? Yo'q. Sex ko'raylik. Mayli, farqi. Bu to'g'ri. Yaxshi. Sizlar ham shunga qarab qolsanglar bo'ladi. Qilamiz oxirigacha. Bebek kerak. To'g'ri, hammasi. Yaxshi. Sizlar ham shunga qarab qo'ringlar. A, S, B. Tonzaniti. Galeriya kirdik. Meksika. Kimlar chiqqan ekan? Boshdan qaragan bo'lsa 112 Sanchez, 113 Reis, 112 Montes, 113 Rangel baratar ekan. 113 napadashi Berterame, 114 Alvarado, 114 Vasquez, 114 Lira, Ochoa chiqibdi. Kartasi endi chiqayotgan bo'lsa kerak, yana bilmadim. Yaxshi hisoblari. 115 Gallahado. Kim edi bu? Tanlaganlar bormi? 115 Lazano yaxshi o'ynaydi. Vega chiqdi, Mora, 116 Alvarez. Yomon emas, yaxshi o'ynaydi, lekin 116 sal arzimasa kerak menimcha. Jimenez. Endi bu bo'ladi 116 ga tushadi, lekin statistikasi ancha past ekan 116 ga yarash. 121, 131, 107, 118 ancha past ekan lekin. Keyingisi Marquez. Barsani afsonalaridan bittasi ham bo'ladi. Rafael Marquez. Buning ham statistikasi past. 136 obrona. Dalni pas degani qiz talanti bor ekan yaxshi. Sanchez. Hugo Sanchez. Mana bu endi yaxshi ekan. Skorosti bor ekan, udari yaxshi ekan. Talantlari ham yaxshi ekan, 360 pul olib ekan. Pozer bor ekan, moshina bet головой, moshina udar. Yaxshi. Maslahat beraman Sanchez. Marquez ham. Extra time kiraylik. Oho, ko'p chiqdi. O'tib kiramiz. Bu topib ketildi. Oblak olamiz. 113, 115. Shuni ochsammikan yoki andan bitta taraf olsammikan? 30 ming deydi. Mashina o'chiraman. Talafyor uchgan, balde yaxshi. Rasmdan baldeni olamiz. Yaxshi qoqiladi.
Barselona. Balli. Yaxshi. Wow, statistikasi yomon emas, yaxshi ekan. 5 ga to'g'ri oyoq, 1.07 skорость, 1.35 dribling. Yaxshi. Bittasi g'olini olamiz. Bitta ko'rgan bo'lsanglar qancha daraf ochganligiga ishonchini so'g'idlar deb o'tdi. Agar 350 ta daraf ochsanglar, 2500 rank up, 30 ta daraf, 116 117 uchadi. 117 foiz ko'proq. Bittadan 50% ketadi chiqdi. Darhol bilan agar ko'rib turganingizdek, bo'ldi bugungi videomiz o'ziga xos yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Mayli, sog' salomat bo'ling.